Ijtimoiy fond va davlat ro'yxatga olish xizmatining rahbarlari deportatsiya bo'lganlarga, sudlangan va qidiruvdagi jinoyatchilarga ismi sharifini o'zgartirish bilan yangi pasportlarni berib yurgan. Bu haqda Ichki ishlar ministrligidan xabar qilishdi. Ma'lumotga ko'ra, shaxsi o'zgartirilib, hujjat berishdagi poraxo'rlik sxema bir qancha yildan beri ishlab kelgan. Natijada alimentni, bankdagi kredit qarzlarini to'lashdan qochganlar, avval sudlanganlar, chet eldan deportatsiyalanganlar yangi pasportga ega bo'lishgan. O'tgan yilning o'zida 2,5 mingga yaqin odam shunday yo'l bilan hujjatlar berilgan. Bu faktlar bo'yicha Bosh prokuratura Ijtimoiy fondning va davlat ro'yxatga olish xizmatining rahbarlariga nisbatan xizmat vazifasiga xiyonat qilish bilan foydalanish moddasi bo'yicha jinoyat ishini qo'zg'adi. Tergov davom etmoqda. Elektr stansiyalarining xodimlari elektr tokini Qirg'izistonga yashirin sotgani aniqlandi. Eksport bo'limida Qutbiddin Najmiddinov 2012-yili suv sotib, buning uchun u qozoq kompaniyasidan $10 ming pora olgani tasdiqlandi. 1-may rayon sudi Najmiddinovni aybdor deb topib, 3 ming hisob ko'rsatkichida jarima solindi va 1 yilgacha davlatni boshqarish xizmatlarida ishlashni chekladi. Ayblovchi gumondor uchun 6 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'ragan edi. Bu voqea bo'yicha elektr stansiyalari ishxonasi hozircha izoh bermadi. O'lkada imkoniyati cheklangan fuqarolarning soni o'sib bormoqda. Bu haqda haqiqatchi Baqit Amanbayevning hisobotida aytildi. 2010-yili respublikada 18 mingdan oshiq kishi imkoniyati cheklangan deb tan olingan. 2012-yil bo'lsa, sog'ligi tufayli imkoniyati cheklanganlarning soni 19 mingga yetgan va undan 5 mingga yaqini bolalar bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda 156 mingga yaqin bo'lsa, ularning 27 mingga yaqini bolalar. Imkoniyati cheklanganlarga davlat 3,5 ming so'mdan nafaqa puli to'laydi. Biroq bu yetishmasligini haqiqatchi ta'kidlaydi. Ijtimoiy rivojlantirish ministrligi imkoniyati cheklanganlarga homiylik qiluvchi davlat ijtimoiy buyurtma to'g'risida qonunni barcha muassasa ishxonalar bajarmayotganini ta'kidladi. Shu bilan birga barcha hududlarda infrastrukturalar ularning mustaqil yurishlariga qulaylashtirilmagan. Davlat ijtimoiy buyurtma to'g'risida qonun birgina ministrlikda ishlamoqda. Masalan, 2009-yili 4 milliondan oshiq mablag' sarf qilinsa, bugungi kunda bu maqsadlarga 22 milliondan oshiq mablag'ni sarflamoqda, dedi ijtimoiy rivojlantirish ministrining o'rinbosari Yıldız Polotova. Batken oblasidagi chegara qishloqlari hukumatdan elektr yorug'ligini o'chirmasligini so'ramoqda. Chegarada yashagan aholi ayniqsa elektr energiyasining tunda o'chayotganini so'nggi oylarda vaqti bilan emas, ko'p muddat yorug'lik yo'qligidan norozi bo'lishmoqda. Oqsoy qishlog'ining yashovchisi Nurali Isaqov chegaradagi bo'layotgan kelishmovchiliklardan qishloq aholisi qo'rqib qolganini, ularni yorug'liksiz qoldirsa bo'lmaydi degan fikrda. Uning ta'kidlashicha, el to'lig'i bilan qishga hozirlik ko'rgani yo'q. Qo'shni Tojik tomon chegara qishloqlarida yorug'likni o'chirmaydi. Bizda o'chadi, bunday qilmasligi kerak deydi. Tumshuq qishlog'ining yashovchisi Japar Abdurahmonov. Eslatib o'tsak, joriy energetik inqiroz bois hukumat elektrga cheklovlarni kirgizmoqda. O'sh shahar meriyasi soliqlardan yig'ilgan mablag'ni mahalliy byudjetga qoldirishni Jo'g'org'i kengashga taklif qildi. O'lkaning 2015-yilgi byudjeti va 2016-2017 yillarga taxminlar qonun loyihasi bo'yicha parlament tinglovida O'shning vitse-meri Zamir Asqarov shahar byudjetlariga yig'imlarning 50% ni emas, hammasi, ya'ni 100% ni qoldirishni so'ramoqda. Uning ta'kidlashicha, joriy yilda Janubiy poytaxtning qabul qilingan soliq va soliq bo'lmagan daromadi 787 million so'mni tashkil qildi. Keyingi yilda meriya bu miqdorni 34 millionga ko'tarishni rejalashtirmoqda. Biroq bizda kapital soliqlar uchun mablag' yetmaydi. Biz shaharni rivojlantirishimiz kerak. Estakada ko'prigining qurilishigagina 660 million so'm sarflanadi, dedi Zamirbek Asqarov. Qirg'iziston bilan Rossiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2016-yili 18% ga ko'tarilib, 2 milliard 139 million dollardan oshadi. Bu haqda Jo'g'org'i kengashning spikeri, Rossiya Federatsiyasining federal yig'inining Federatsiya kengashining rahbari Valentina Matviyenko bilan bo'lgan uchrashuvda bildirdi. Boji ittifoqiga kirgandan so'ng Rossiyaga eksport qilingan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining miqdori o'sadi degan umiddamiz, dedi Jeenbekov. Uchrashuvda tomonlar energetika, boji ittifoqiga Qirg'izistonning kirish harakatlari, mehnat muhojirlarining taqdiri va boshqa tarmoqlar bo'yicha hamkorlik shartlarini muhokama qilishdi. Kecha O'sh shahridagi Bobur nomidagi O'zbek musiqali akademik teatrida Muqaddas vatan do'stlik og'ushida deb nomlangan do'stlik festivali o'tdi. Unga O'shdagi etnik guruhlarning vakillari qatnashib, har bir millatning va qirg'iz qo'shiqlarini kuylashdi. Tadbir Intimaq teleradio kompaniyasi tomonidan shaharning yoshlar komiteti homiyligida uyushtirildi. Festival jarayoni muxbirimiz lavhasida. Koreys millatidagi Milaxovan 44 yildan buyon O'sh shahrida yashab keladi. Millatlararo muomalani mustahkamlash maqsadida bunday tadbirlarda doim ishtirok etadi. Avval Intimaq telekanali o'tkazgan mana shunday festivalda ham ishtirok etgan. Bu safar ham u qirg'iz tilida qo'shiq kuylaydi.
Жаштығыңда аядың ошо ыр менен уже көп жыл болду. Ырдап жүргеним 3-4 жыл болду уже. Мага айтып атат, патриотический ырдаң деп. Мен болсо ошо махаббат боюнча ырдайм. Ошо мага жагат. Telefestivalda Osh shahrida yashagan har bir millatning madaniy hayotini aks ettirgan qo'shiqlar kuylanib, raqslar ijro etildi. Bu tadbirga Qirg'iziston Xalqlar Assambleyasining vakillari ham ishtirok etishdi. Uning Oshdagi bo'limining rahbari Baltag'il Nurimbetov qo'shiq va kuylar do'stlikni mustahkamlash uchun asosiy qurollarning biri ekanligini va bunday tadbirlar birdamlikni targ'ib etishga sharoit yaratishni ta'kidladi. Bugungi kunda misol uchun oblastimizda qancha etnos yashasa, ошол этностордун өкүлдөрү келип, өздөрүнүн ыңларын, бийлерин тартуулап, бири-бири жакын түшүнүшүп атканы бул менимче жакшы жөрөлгөн. Ел канчалык ынтымак бирине жакын билсе, өзүнүн үрп-адатын жакшы түшүнө билсе, өзүнүн маданиятыны боюнча жакындаса, элибиздин, журтубуздун ынтымакчылыгы күчөйт деп ойлойм. Millatlararo do'stlikni mustahkamlashga targ'ib etgan tadbirlar Intimaq telekanali kuch tizimlari, mahalliy hukumat vakillari bilan bu vaqtgacha ham tashkil etib kelgan. Bu safar shahar yoshlar ishlari bo'yicha komiteti yordam ko'rsatdi. Telefestivalga shahardagi 15 dan ortiq millat vakillari ishtirok etib, muqaddas vatanni birdamlik quchog'iga olishga harakat qilishdi. Arasında Tatarlar dağı var, Türkler dağı var, dağı başka Koreyler var misалы. Eң башкысы бул иш-чаранын максаты дагы деле достукту бекемдөө, дагы деле ынтымакты чындоо максатта уюштурулуп жатат. Эмки жылы дагы ушул ыйык мекен ынтымак кучагында аттуу иш-чараны эмки жылы дагы улантабыз. Эмки жылы уже Ош шаарынын катышуучулары эмес, башка областтардагы катышуучуларды чакырабыз деп ойлойбуз. Tadbirning yakunida har bir ishtirokchiga faxriy yorliqlar topshirildi. Telefestival to'lig'i bilan tasvirga olindi va 25-oktyabrda bizning kanal orqali efirga beriladi. Eslatib o'tsak, Intimaq telekanali bu vaqtgacha ham Yoshlar Intimoqda promo aksiyasini uyushtirib, Osh, Jalolobod oblastlarida o'tkazgan. Bundan tashqari yaqin kunlarda Intimaq Shayr Show nomli KVZ jamoalarining bellashuvi tashkil qilinmoqda. Bellashuv ham muxlislar e'tiboriga taqdim etiladi. Intimaq millatlararo birdamlikni mustahkamlash maqsadida 2012-yildan buyon o'z faoliyatini yurgizib kelmoqda. Futbol bo'yicha Qirg'izistonning o'tgan yilgi chempioni Oshning Alay klubi joriy yilda g'oliblik nomini saqlay olmadi. Bu haqda Davlat futbol ligasining matbuot kotibi Bazarbek Abduraimov ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, 18-oktyabr kuni Qand shahrida top liganing 17-turida Alay Abdushata klubi bilan bellashib 2-0 hisobida mag'lub bo'ldi. Chempionlikni talashgan jamoalar orasida hozir Dordoy oldinda kelmoqda. Ularda 41 ochko bor. Ikkinchi bosqichda 36 ochko bilan Abdushata turibdi. Alg'a klubi 32 ochko bilan 3-o'rinda. Alay bo'lsa 29 ochko to'plab 4-o'ringa 2014-yilning g'olibi 5-noyabrda aniqlanadi. O'yin maydonida Dordoy bilan Abdushata hal qiluvchi musobaqani o'tkazadi. Joriy yildagi top ligada 8 jamoa bellashmoqda. Oz ochko to'plagan jamoalar Aldier, Neftchi, Alatov va Manas asosiy o'lja uchun emas, 5-8-o'rinlar uchun bellashadi.